afzalliklari o'zi nimada degan savolga javob bermoqchiman. Issiqlik nasoslari bu 1 kilovat elektr energiya hisobiga 4 kilovat issiqlik energiyasini oladigan uskuna hisoblanadi. Issiqlik nasoslari ikki xil bo'ladi: split sistemali va monoblok sistemali hisoblanadi. Issiqlik nasoslarini biz palen radiatorlarga, fan ko'yllarga, issiq pollarga va kassetali fan ko'yllarga ulangan holatda xonadon va ofislarni isitishimiz mumkin. Yozda esa sovutishimiz mumkin. Eng kerakligi issiqlik nasoslaridan biz issiq suv olishimiz ham mumkin bo'ladi. Ana shu jarayonni hozir sizlarga teplovizor orqali ko'rsatib beraman. Palen radiatorlarimizda 61 gradusgacha harorat bermoqda. Issiq suvda esa 37 gradusgacha issiq suv chiqarib bermoqda. Endi biz kotel sistemasini o'chirgan holatda faqatgina issiqlik nasoslaridan foydalanmoqdamiz. Bu sistemamiz gibridli sistema deyiladi. Issiqlik qozonlarida muammo bo'lib o'chib qolganida yoki gaz pasayib ketganida avtomatik tarzda issiqlik nasosi ishga tushadi. Xonadoninglar, ofisinglarni isitib beradi, issiq mavsum paytida esa sovutib beradi. Bizani kuzatishda davom etinglar.